afsuslik juda ham katta. Bir bosh baland deyishga asoslar bor, lekin bu barchasi o'ylaymizki o'tkinchi holat. Jang jarayonida barchasini Hasanboy me'yorga tushirib oladi. Ishonamiz, omad tilaymiz. Birinchi raund boshlandi. Sekin-asta qadam-ba-qadam Hasanboy boshladi. Chap qo'l gavdaga so'ng boshga ko'tarmoqda. Ketma-ket zarbalar ikki yondan. Yana seriya o'tkiza olyapti Hasanboy. Tanaga zarbani bergandan so'ng tabiiyki ochilyapti. Mana endi gavdasini to'sgan edi. Kutilmaganda yuqoriga boshiga zarbalarni yo'lladi Hasanboy. Bir so'z bilan aytganda ishonch yuqori gavdaga. Do'stmatov tomonidan ishonch yuqori albatta. Ishonchni albatta uni samarali amalga oshiryapti. Raqib ham poylayapti. Kuchli zarba bilan uni to'xtatishga harakat qilyapti. Jeblar bilan ishlashni boshladi. Biroq Hasanboy himoyadan hujumga o'tdi. Zo'r o'ng qo'l huk o'tayapti. Bir tekisda xotirjamlik bilan eng muhim ishlashni davom ettiryapti. Muxlislar, to'g'ridan to'g'ri efir Dubaydan olib ko'rsatilyapti. Sport telekanalida ba'zi holatlarni to'g'ri tushunasiz. Biz esa kuzatishda davom etamiz. Hasanboy ring markazida barchasi noaniq ketganligini ko'rdingiz. Bu esa aniq zarbalar, ikkilik zarbasi yondan himoyadan hujumga Hasanboy. Juda chiroyli, ta'rifga so'z ojiz zarbalar. Albatta Hasanboyni nafaqat armanistonliklar, balki butun dunyo boks ishqibozlari, havaskorlar ayniqsa juda yaxshi bilishadi. Professional boksda ham ketma-ket janglar o'tkazib va havaskor boksda birmuncha tanaffus qilgan edi. Mana IBA tashkiloti tomonidan o'tkazilayotgan navbatdagi jahon chempionatida yana yengil vazn toifasida faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettiryapti. Yo'q. To'xta buyrug'idan so'ng harakat amalga oshirildi. Yo'q, himoya joyida Do'stmatovda. Gavda bilan ikkita harakatning o'zidayoq raqibning yonida paydo bo'lib, zarbalarni yog'dirayapti. Hasanboy ringga chiqqanda ancha barchamiz xotirjam bo'lamiz, lekin bu boks baribir biroz xavotir ham bo'lish tabiiy, lekin Hasanboy yo'q, xavotir olmanglar degandek jangni o'tkazdi. Birinchi raundni barchasi nazorat ostida degandek bo'ldi. U harakatlari bilan ofarin. Eng muhimi o'zini juda yaxshi his qilyapti. Ortiqcha sarosima yo'q. Raqibi ham eng muhimi juda pala-partish harakat qila olmayapti. Jarohat yetkazishdan xavotir olardik, aks holda tushunyapti. Hakamlar ham bir ovozdan Do'stmatovga g'alabani berishgan. O'ylaymizki, ikkinchi raundda ham mana shu holat davom etadi. Bugun qadrli muxlislar, ketma-ket sportchilarimiz ringga chiqishadi. Nortojiyev birozdan so'ng, undan keyin esa Ummataliyev, shuningdek To'rabek va Arman Maxanovlarning janglari bor. Biz esa Do'stmatovdan mana jangning ikkinchi raundini kuzatishni davom etamiz yana. Ring markazida Do'stmatov zarba yo'llashga harakat qilyapti. Armaniston vakili ham kutyapti. Qarshi zarbada to'xtash istagida mana shu hujumlarni biroq hozircha uddalagani yo'q va o'ylaymizki, Hasanboy bunga imkon ham bermaydi ham.
Yaqin masofada seriyali zarbalar Do'stmatovdan. Oha, chiroyli qoringa so'ng boshga yo'lladi. Albatta Do'stmatovda variantlar ko'p, xilma-xillik ko'p. Tezligi esa a'lo darajada. Himoya joyida, himoya barchasi himoyaga tegyapti. Raqib hujum zarbalarining bitta hujum ko'raylik endi Do'stmatov. Chap berdi. Raqib tinimsiz, Rudolfning murabbiylari ko'rsatma beryapti shogirdiga. Bizning murabbiylarimiz esa xotirjam kuzatishyapti. Himoyadan hujumga yana muvaffaqiyatli o'tyapti Do'stmatov. Chap qo'l muvaffaq kuchli zarbani o'tkazmoqda. Armaniston vakili bu birinchisi emas. O'ziga xos an'anaviy zarbalardan biriga aylanib qoldi. Chalg'ituvchi harakatlar. Albatta, Hasanboy bejizga professor nomini olmagan. Seriyalarni ijro etdi, biroq ko'ryapsiz, himoyani o'z vaqtida o'rnatgani holda Hasanboy bosimdan chiqib ketdi. Bitta hujum ko'ramizmi? So'nggi soniyalarda ham ko'ramiz. Ikkinchi raund ham albatta hamyurtimizning foydasiga bo'lishi kerak. Bu sportchi 23 yoshli sportchi so'nggi jangini Yerevanda o'tkazgan. O'z hamyurtini mag'lubiyatga uchratgan. Meksikada ham janglar o'tkazgan ekan. G'alabaga erishgan ekan, e'tiborlisi. Rudolf Garbayan. Professional yo'nalishlarda ham ishtirok etyapti. 3 ta jang, 3 ta g'alaba. 4 raundli janglarda ishtirok etgan. Va kutilganidek ikkinchi raund ham Hasanboy Do'stmatovning 100% muvaffaqiyati bilan yakunlanganligini ko'rdik. Albatta barchasi kutilganidek davom etyapti. Yana 3 daqiqa bor. Endi mana balki tavakkalga bormoqchidir Armaniston vakili. Har qalay murabbiyning ohangidan noroziliklar, koyishlar sezilib turibdi unga nisbatan. O'tkazdi to'g'ridan jebni Hasanboyga. U ham sekin asta harakatlarni samaradorligini ta'minlashga harakat qilyapti, lekin mana bu kabi hujumlar albatta atab qo'yilgan unga. Albatta vaziyatdan kelib chiqqan holda Hasanboy butun kuch bilan harakat qilgani yo'q. Hozir bunga u qadar ehtiyoj yo'qligini anglab turibdi. Agar Rudolf tempni ko'taradigan bo'lsa, shubhasiz bunga munosib javob bo'ladi. Do'stmatov tomonidan chap qo'l o'tkazmoqda, yana kuchli zarbalardan birini.
Seriya gavdagi Armaniston vakili tomonidan, lekin asosan Armaniston vakillari shu to'g'ridan yo'llanadigan zarbalarga tayangan holda hujumlarni tashkil etayotganligini ko'ryapsiz. Buni albatta Do'smatov anglab bo'ldi. Klinchdan zarba bilan chiqib ketmoqda Do'smatov. Bo'ydagi farq ham umuman sezilmay qoldi, qadrli muxlislar. Aks holda darajadagi farq yaqqol ko'zga tashlana boshladi endi. Armaniston vakili taqdirga tan bergan ko'rinadi. Ortiqcha hujumga zo'r berayotgani yo'q, sezyapti, chunki qarshi hujumga o'zi ko'proq uchramoqda. Agar qarshi hujumni kuchaytirganda shubhasiz javobini munosib tarzda olar edi. Va 3-raund ham yakuniga yetyapti. Hasanboy Do'smatov armanistonlik mutaxassislarga tashakkur bildirdi jang uchun. Ladies and gentlemen, your presentation guest from the IBA Sports Director is Mr. Alexander Egorov. Ziyoddin Tayganboyev kubalik mutaxassis bilan albatta jangdan qoniqish hosil qilganligini bildirmoqda. Ladies and gentlemen, the winner of this contest by unanimous decision and moving into the finals in the red corner. Demak, Hasanboy Do'smatov Armaniston vakili Rudolf Garbayanni 5-0 hisobda mag'lub etgan holda final bosqichiga yo'l olyapti. Hakamlarga ham